Masalan, styuardessalar bor, samolyotda. Juda sertabassum bo'ladi. Xushmuomala bo'ladi. Unday qilsa yurib keladi, suv deysiz, olib beradi. Uniki xulqmi, hunarmi? Qadam bilasizlar. Pul oladi. O'qigan, hunarli bo'lishganmi? O'qigan. Yo'q, uniki hunar, to'g'ri aytdinglar. Chunki o'sha boyaga styuardessa kiyimini kiyganda, u shuning uchun pul oladi. Endi o'sha kiyimini yechgandan keyin ko'chada ko'ring-da. Demak, uniki hunar, biznikichi. O'zimizdan kattaroq, quvvatliroq, mansabli odam kelsa chiroyli, endi bizdan pastroq kelganda-chi? O'zimizga qaraylik. Ko'chada xushmuomala ochiq berib yuzimiz uyga kelganda-chi? Agar uyga kelganda ham o'sha shirin suxonlik, o'sha xushmuomalalik bo'lsa, bu xulq ekan. Bo'lmasa nima ekan u?